Hammalaringga assalomu alaykum. Bugun Dils 26 o'yinida ana bu Dynamic Stars playerlarni olishni o'rganamiz. Shu o'yinchilarni olishni o'rganamiz. Eng oson uslubi, eng osonlik bilan olinish uslublarini o'rganamiz. Birinchi o'rinda bularni olish uchun mana bunaqa eventlar keladi. Mana eventlar. Birinchi o'rinda Season Pass, mana Season Pass keldi. Bu yerda Season Pass ochib olsanglar bo'ladi vaqtliroq. Yo'q bo'lmasa Season Pass ochmasdan olsanglar 2 ta olasizlar. Season Pass ochsanglar 5 ta olasizlar. Hozir Season Pass ochish katta foyda bo'ladi. Agar sizlarga chegirma kelgan bo'lsa, undan ham katta foyda bo'ladi. Ikkinchi o'rinda mana Dream Draft keladi. Shuning uchun olmos tanga to'plab tursanglar yaxshi. Keyin yana event, Dream Draft, yana Season Pass. 10 kun ichida o'zi 5 ta event keladi. 3 ta event, 2 ta Dream Draft. Shular orqali olsanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda guruh bosqichida yutganlar, round of 32 da yutganlar, round of 16 da, chorak finalda, yarim finalda, finalda yutganlar keladi Jahon chempionati 2026 turniridagi. Xo'p, endi bularning qiymatini baholasak, qizil o'yinchilarning qiymati qora o'yinchilardan biroz pastroq, yashil pushtilardan ancha kuchliroq hisoblanadi qizil kartalar va bulardagi eng kuchlisi bilamiz, Shanif bo'ladi. Xullas shu eventlar bilan bemalol qizil kartalarni olib kuchaytirsanglar bo'ladi. Mana Dream Draft orqali yoki shu Season Pass orqali olasizlar. Va sizlarga chegirma kelgan bo'lsa, olishni maslahat beraman. Chegirma kelmagan bo'lsa, agar pulinglar yo'q bo'lsa, olishni maslahat bermayman. Bu katta ziyon. Dream Draft bo'lsa, Dream Draftdan ham ko'proq beradi. Season Pass'ni ham o'zimiz ochib beramiz. Mana keyin event kelishiga 5 soat qolibdi, 5 soat 50 minut. Bu eventda Ispaniya, Portugaliya, Fransiya, Belgiya, Argentina, Angliya shu jamoalardan birortasini tanlab o'ynaysizlar. Bunda 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinlarga sovg'alar bor. Birinchi o'ringa dinamik karta, ikkinchi o'ringa murabbiy, uchinchi o'ringa murabbiy. Va bu event orqali bitta dinamik karta yutsanglar bo'ladi, 550 tanga bilan. Va keyingi videolarda shu eventni o'ynab ko'rsatishni boshlayman. Hop. Bu qizil kartalar o'zi nima uchun keldi degan savolga javob. Hop, bu kartalar Jahon chempionatida o'ynaydigan o'yinchilar va yoshlar. Keyinchalik masalan ko'k karta bo'lsa, keyinchalik sariq bo'ladigan kartalar. Allaqachon sariq bo'lgan kartalar ham bor. Bular qoralardan pastroq, yashillar va pushtilardan kuchliroq bo'ladi. Va keyingi videolarda olib ko'rsatamiz. Barchaga xayr.